Bugungi mavzu pensionerlar uchun juda muhim. Oktyabrdan boshlab pensiya, nafaqa, to'lovlarni olish tartibi, hujjatlarni tekshirish, bank kartasi orqali pul tushishi va ayrim holatlarda qayta hisob-kitob masalalarida e'tibor berish kerak bo'lgan o'zgarishlar kuchayadi. Men bu videoda sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim tayyorlanishi kerak? Kim xavotir olmasligi mumkin? Qaysi hujjatlarni oldindan ko'rib qo'yish zarur va eng asosiysi xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, bobo-buvi, qarindosh yoki qo'shni. Shuning uchun hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Birgina noto'g'ri hujjat. Muddati o'tgan karta yoki tasdiqlanmagan ma'lumot pensiya to'lovi kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasiga faqat pul tushadigan kuni e'tibor berardi. Ya'ni oy boshida yoki belgilangan sanada bank kartasiga pul tushdimi, pochta orqali olib kelindimi, shu bilan ish tugardi. Hujjatlar yangilanganmi? Yashash manzili to'g'rimi? Bank kartasi ishlayaptimi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari bazada mos keladimi? Bular ko'p hollarda tekshirilmasdi. Endi esa tartib ancha jiddiylashmoqda. 10 oktyabrdan keyin asosiy e'tibor pensiya oluvchining ma'lumotlari to'g'ri bo'lishiga, to'lov kanali aniq ishlashiga va nafaqa yoki pensiya faqat haqiqiy egasiga yetib borishiga qaratiladi. Bu degani davlat organlari, banklar va pensiya bo'limlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuv kuchayadi. Agar biror joyda nomuvofiqlik bo'lsa, masalan, familiya pasportda bir xil, bank kartasida boshqacha yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana xato kiritilgan bo'lsa yoki yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan tayyor bo'lsangiz hech qanday muammo bo'lmaydi. Eng katta xato shuki, odamlar ko'pincha muammo chiqqandan keyin yugurib hujjat to'g'rilashga kirishadi. Vaqtida tekshirib qo'yilsa, pensioner ham qiynalmaydi, farzandlar ham ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avval ko'plab jarayonlar qo'lda yoki yarim avtomatik tarzda yurardi. Masalan, pensioner bir necha yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning hujjatlari o'sha paytdagi ma'lumotlar asosida tizimga kiritilgan. Keyin u yashash joyini o'zgartirgan, bank kartasini almashtirgan yoki pasport o'rniga ID karta olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ma'lumotlar hamma joyda bir vaqtda yangilanmagan bo'lishi ehtimoli bor. Endi asosiy o'zgarish shundaki, ma'lumotlarning mosligi ko'proq tekshiriladi. Pensiya oluvchining shaxsiy ma'lumotlari, bank hisob raqami, yashash manzili, telefon raqami, ishonchnoma orqali pul olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Agar pensioner pulni o'zi emas, farzandi yoki boshqa vakil orqali olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va uning haqiqiyligi alohida ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi muhim o'zgarish to'lov usuli bilan bog'liq. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani bank kartasi orqali oladi. Bu qulay, lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki hisob raqami yopilgan bo'lsa, pensiya vaqtida tushmasligi mumkin. Ayrim odamlar kartani yo'qotib qo'yadi, lekin bankka borib yangisini rasmiylashtirmaydi. Keyin pensiya kuni kelganda pul tushmadi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo pensiya hisobida emas, bank kartasida bo'lishi mumkin. Uchinchi masala qayta hisob-kitob va qo'shimcha to'lovlar. Ayrim pensiyalar ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar yoki qo'shimcha hujjatlar sabab pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini bilmaydi. Agar eski hujjatlarda xato bo'lsa yoki ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, odam yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Yangi tekshiruvlar davrida bunday masalalarni ham aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Birinchi navbatda hujjatlar yaqinda o'zgargan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, pasport o'rniga ID karta olgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa yoki bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, albatta ma'lumotlaringiz pensiya tizimida yangilanganini tekshiring. Ikkinchi guruh, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Masalan, onaxon yura olmaydi, pensiyasini o'g'li olib keladi. Bu holatda ishonchnoma muddati o'tib ketmagan bo'lishi kerak. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugaganidan keyin bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Ba'zan oila a'zolari buni bilmaydi. Pensiya kuni kelganda esa muammo chiqadi. Shuning uchun ishonchnoma sanasini hozirroq tekshirib qo'ying. 3-guruh, bank kartasidan foydalanmaydigan yoki kartadan foydalanishda qiynaladigan pensionerlar.
Ayrim keksalar PIN kodini unutadi, kartani boshqa odamga berib qo'yadi yoki bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Karta egasining ruxsatsiz pul yechish, kartani begona odamga berish, SMS xabarlarini boshqalarga ko'rsatish xavfli. Firibgarlar aynan shunday holatlardan foydalanadi. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya olishi bilan birga ishlashda davom etadi. Ularning ish joyi, soliq ma'lumotlari, ijtimoiy to'lovlari va ish staji bo'yicha ma'lumotlari to'g'ri yuritilishi kerak. Agar qo'shimcha ish davri pensiya qayta hisobiga ta'sir qiladigan bo'lsa, hujjatlar to'liq bo'lishi muhim. 5-guruh o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Bu to'lovlarda holat o'zgarsa, masalan, bola o'qishni tugatsa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkazilsa yoki oilaviy holat o'zgarsa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bunday pensionerlar va nafaqa oluvchilar hujjatlarni ayniqsa diqqat bilan tekshirishlari kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahimaga tushmang. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda tartibni aniqlashtirish, xatolarni kamaytirish va to'lovlar manzilga to'g'ri yetib borishini ta'minlash uchun kerak. Lekin xavotir olmaslik, tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensionerga kamida 3 narsani tekshirishni maslahat beraman. Shaxsiy hujjat, bank kartasi va pensiya bo'limidagi ma'lumot. Bu 3 ta narsa joyida bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Masalan, 68 yoshli pensioner har oy pensiyasini kartadan oladi. ID kartasi bor, telefon raqami o'z nomida. Kartaning muddati hali 2 yil amal qiladi. Yashash joyi o'zgarmagan. Bunday odam uchun katta xavf yo'q. Lekin baribir bank ilovasida yoki bank filialida karta faol ekanini bir marta tekshirtirib qo'ysa foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchi misol, 72 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati sentyabr oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. 10 oktyabrdan keyin pensiya tushishi kerak bo'lgan kuni pul kelmagandek ko'rinadi. Oila darrov pensiya bo'limiga boradi, lekin u yerda to'lov yuborilgani aytiladi. Keyin bankka borishadi va muammo kartada ekani aniqlanadi. Agar otaxon kartaning muddatini oldindan tekshirganida, bir kunda hal bo'ladigan ish uchun 3 kun sarson bo'lmasdi. Ikkinchi misol, onaxon pensiyasini qizi orqali oladi. Qizida ishonchnoma bor, lekin muddati bir oy oldin tugagan. To'lov kuni bank xodimi pul bermaydi. Oila norozi bo'ladi, lekin bankning talabi to'g'ri. Muddati o'tgan hujjat asosida pul berib bo'lmaydi. Bu holatda notariusga borib yangi ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Agar onaxonning sog'lig'i tufayli borishi qiyin bo'lsa, ayrim hollarda notariusni uyga chaqirish tartibini ham so'rab ko'rish mumkin. Uchinchi misol, pensioni avval bir tumanda yashagan. Keyin farzandining uyiga boshqa tumanga ko'chib o'tgan. Lekin ro'yxat va pensiya ma'lumotlari yangilanmagan. Natijada pochta orqali yetkazish, mahalla ma'lumotlari yoki boshqa ijtimoiy xizmatlarda chalkashlik paydo bo'ladi. Bu ayniqsa nafaqa, kompensatsiya yoki qo'shimcha yordamlar tayinlanayotganda muhim. Manzil noto'g'ri bo'lsa, odam o'ziga tegishli xabarni vaqtida olmasligi mumkin. 4-misol. Bir pensioner 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat o'ttim yil staj hisobga olingan. Sababi eski ish joyidan ma'lumotnoma o'z vaqtida topilmagan. Keyinchalik arxivdan hujjat topiladi. Bunday holatda pensioner pensiya bo'limiga murojaat qilib, qayta hisob kitobni so'rashi mumkin. Albatta, hamma holatda pensiya oshadi deb aytib bo'lmaydi, lekin hujjat bo'lsa tekshirtirishga arziydi. 5-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjatlar tiklangach masala qayta ko'riladi. Bunday vaziyatda asosiy maslahat, tibbiy komissiya, muddatli ma'lumotnoma va qayta ko'rik sanalarini yozib boring. Keksalar ko'p narsani eslab qolishga qiynalishi mumkin. Shuning uchun farzandlar buni nazorat qilgani yaxshi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'taman. Birinchi nozik joy shuki, hamma o'zgarish hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir bank kartasi orqali oladi, kimdir pochta orqali oladi, kimdir ishonchnoma bilan oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Shuning uchun qo'shningizda muammo bo'lsa, bu sizda ham albatta bo'ladi degani emas. Lekin qo'shningizda muammo bo'lgan masala siz uchun ogohlantirish bo'lishi mumkin.
Ikkinchi nozik joy telefon raqami. Bugun ko'p bank xizmatlari SMS xabar tasdiqlash kodi va mobil ilova orqali ishlaydi. Agar karta pensioner nomida, lekin telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, ba'zi xizmatlarda qiyinchilik chiqishi mumkin. Ayniqsa, kod kelganda uni begona odamga aytish juda xavfli. Men doim aytaman, bank kodi, karta raqami, PIN kod, SMS parol hech kimga aytilmaydi. O'zini bank xodimi, pensiya bo'limi xodimi yoki yordamchi deb tanishtirgan odam telefon qilib kod so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Uchinchi nozik joy ortiqcha to'langan pullar. Ba'zan odam ma'lum holat o'zgarganini vaqtida bildirmaydi. Masalan, nafaqa olish sharti tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun har qanday muhim o'zgarishni yashirmaslik kerak. Bu kelajakda katta qarz yoki sudlashuv xavfini kamaytiradi. 4-nozik joy arxiv hujjatlari. Eski yillarda ishlagan ko'p odamlarning hujjatlari korxona yopilgani, arxivga topshirilgani yoki nomi o'zgargani sabab topilishi qiyin bo'ladi. Lekin bu imkonsiz degani emas. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi ma'lumotnomasi, arxivdan ko'chirma. Kasaba uyushmasi yoki tashkilot yozuvlari yordam berishi mumkin. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, hujjatlarni yig'ishni aynan shu yerdan boshlang. 5-nozik joy. Bank va pensiya bo'limi mas'uliyati bir-biridan farq qiladi. Agar pensiya hisoblangan lekin kartaga tushmagan bo'lsa, muammo bankda bo'lishi mumkin. Agar umuman hisoblanmagan bo'lsa, pensiya bo'limidan sababini so'rash kerak. Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi va noto'g'ri joyga borib vaqt yo'qotadi. Avval aniqlang, pul hisoblanganmi yoki yo'qmi? Shundan keyin qayerga murojaat qilish ma'lum bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat yaroqsiz holga kelmaganmi? Agar hujjat eskirgan yoki almashtirilgan bo'lsa, pensiya bo'limida yangi ma'lumot aks etganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa yoki o'tib ketgan bo'lsa, bankka boring. Karta bloklanmaganini, hisob raqami faol ekanini, pensiya tushadigan karta aynan shu karta ekanini aniqlang. Agar siz kartadan foydalanishni bilmasangiz, bank xodimidan tushuntirish so'rang, lekin PIN kodni hech kimga bermang. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilib ma'lumotlaringizni solishtiring. Yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank hisob raqamingiz, pensiya turi, ish staji bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini so'rang. Buni imkon bo'lsa yozma yoki rasmiy tartibda aniqlang. Og'zaki gap ba'zan esdan chiqadi, yozma javob esa keyin kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, ishonchnoma bo'lsa, muddatini tekshiring. Ishonchnoma kimga berilgan? Qachongacha amal qiladi? Qaysi harakatlarga ruxsat beradi? Bankdan pul olish huquqi yozilganmi? Bularning hammasi muhim. Faqat umumiy ishonchnoma har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun rasmiylashtirish paytida notariusga aniq ayting. Pensiya yoki nafaqa to'lovlarini olish uchun kerak. 5-qadam, qo'shimcha hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat davri, bola parvarishi davri, imtiyozli ish sharoiti bo'yicha hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'yish foydali. 6-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, shunchaki norozilik bildirmang, asos bilan murojaat qiling. Arizada ism familiyangizni, pasport yoki ID ma'lumotlarini, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni yozing. Keyin masalani aniq bayon qiling. Men falon yillarda ishlagan, davrim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Shu sabab pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. 7-qadam, barcha murojaatlaringizning izini saqlang. Qachon bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday javob oldingiz. Ariza topshirgan bo'lsangiz, kirim raqami bormi? Bularni yozib qo'ying. Keksalar uchun buni farzandlari yoki yaqinlari daftar qilib yuritib bersa juda yaxshi bo'ladi. Agar muammo pensiya hisoblanishi, ish staji, hujjat, qayta hisob-kitob yoki pensiya turi bilan bog'liq bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha hujjat, mehnat daftarchasi.
Bank karta ma'lumotlari va masalaga tegishli qo'shimcha hujjatlarni oling. Agar muammo karta pul tushmasligi, bankomat, pin kod, karta muddati yoki hisob raqami bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boring. Bankka borganda shaxsiy hujjat va kartani oling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil ishonchnoma bilan borish kerak bo'lishi mumkin. Agar muammo ishonchnoma bilan bog'liq bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Ishonchnoma matnida pensiya yoki nafaqa olish vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Muddati ham aniq ko'rsatiladi. Pensionerning sog'lig'i og'ir bo'lsa, notarial xizmatni qanday tartibda uyda rasmiylashtirish mumkinligini oldindan so'rang. Agar muammo tibbiy ko'rik, nogironlik guruhi yoki muddatli ma'lumotnoma bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy muassasa va tegishli komissiyaga murojaat qiling. Bu yerda eng muhim narsa muddatni o'tkazib yubormaslik. Bir kunlik kechikish ham ba'zan to'lov jadvaliga ta'sir qilishi mumkin. Eng avvalo firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlar haqida eshitgan ayrim firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizning pensiyangiz to'xtab qoladi, kartangizni faollashtirib beramiz, kodni ayting, karta raqamini yuboring deb aldashi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, PIN kodni kartaning orqa tarafdagi raqamni telefonda aytmang. Davlat idorasi ham, bank ham sizdan bunday maxfiy kodni so'ramaydi. Ikkinchidan, hujjatlarni begona odamga topshirmang. Kimdir men pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor, tezlashtirib beraman desa ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy ariza, rasmiy hujjat va rasmiy javob orqali hal bo'ladi. Og'zaki va'daga ishonib pul berish katta xato. Uchinchidan, eshitgan gapga darrov ishonmang. Qo'shni aytdi, bozorda eshitdim, internetda kimdir yozibdi degan ma'lumot yetarli emas. Har qanday muhim yangilikni pensiya bo'limi, bank, rasmiy portal yoki ishonchli manba orqali tekshiring. Ayniqsa pensiya bekor bo'larkan, hamma qayta ro'yxatdan o'tarkan, pulni tezda yechib olish kerak ekan degan vahimali gaplarga berilmang. 4-dan kechiktirmang. Ko'p muammo aynan kechiktirishdan boshlanadi. Karta muddati tugashiga bir hafta qolganda emas, bir oy oldin bankka boring. Ishonchnoma tugashiga 3 kun qolganda emas, kamida 2 hafta oldin yangilashni o'ylang. Tibbiy ko'rik muddati yaqinlashsa, navbatni oldindan belgilang. Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas, farzandlariga ham tegishli. Agar ota-onangiz yoki bobo-buvingiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Birga o'tirib hujjatlarni ko'ring. Kartaning muddatini tekshiring. Telefoniga bankdan keladigan xabarlar tushyaptimi? SIM karta ishlayaptimi? SMS xabarlarini o'qiy oladimi? Shuni aniqlang. Agar keksalar bankomatdan foydalanishda qiynalsa, ularga tushuntiring. Lekin ularning kartasini doimiy o'zingizda olib yurish yaxshi odat emas. Bu oilada ishonch bo'lsa ham rasmiy jihatdan ehtiyotkorlik talab qiladi. Pensioner o'z pulini qayerga sarflanayotganini bilishi kerak. Agar sog'lig'i sabab o'zi boshqara olmasa, ishonchnoma va oilaviy kelishuv aniq bo'lishi lozim. Farzandlar yana bir narsani unutmasin. Ota-onaning pensiyasi kichik bo'lsa ham, bu ularning mustaqil daromadi. Hujjatlarni to'g'rilash, navbatga yozish, bankka olib borish, ariza yozishga yordam berish farzandlik mas'uliyatidir. Ayniqsa, yangi tartiblar kuchaygan davrda keksalarni yolg'iz qoldirmaslik kerak. 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya va nafaqa to'lovlarida aniqlik. Hujjatlarning mosligi va to'lov egasiga yetib borishi yanada muhim bo'ladi. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, kartasi ishlayotgan bo'lsa, ishonchnomasi muddati o'tmagan bo'lsa, u odam ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak. Lekin kimda hujjat, karta, manzil, telefon raqami, ishonchnoma yoki ish staji bo'yicha noaniqlik bo'lsa, hozirdan harakat qilgani ma'qul. Men sizga eng asosiy maslahatni yana bir bor aytaman. Kutib o'tirmang. Bugunoq pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, ishonchnomangizni, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga, bankka, notariusga yoki tibbiy muassasaga murojaat qiling. Hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, pulingiz ham vaqtida keladi, asabingiz ham buzilmaydi. Sizning hududingizda 10 oktyabrdan keyin pensiya to'lovlari bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Pul vaqtida tushyaptimi? Bank kartasi bilan muammo bormi? Pensiya bo'limida qanday tushuntirish berishyapti? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va hujjatlar bo'yicha
eng kerakli ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.